ertaga borib o'sha universitetda o'qib keta oladimi? Nabiram ham yoshligidan men faqat chet elda o'qiyman degan, faqat chet el o'sha universitetlariga topshirdi. Xursand bo'lgan joyim nabiram 40% dan yuqori grant yutib olgani. Universitetning atrofi juda ham chiroyli ekan. O'zim ham o'qiglarim kelib ketdi o'sha yerlarda. Yotoq joylariga gap bo'lishi mumkin emas. Men ko'rib lol qoldim. Yotoqxona narxi bir oyga $175. Ko'p joyga borganimizda blok shot qo'yasizlar. Ba'zi bir o'quvchilar o'qiy olmay qaytib kelishi ham mumkin. Bu universitetni tamomlagan bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangan darajasi ham 99%. Tillarda bemalol o'sha yerdagilar bilan gaplashganini ko'rib xursand bo'lib ketdim. Assalomu alaykum azizlar. Ismim Dilshod, xorijda ta'lim bo'yicha Boran Consulting rahbariman. Bizga bo'ladigan eng ko'p murojaatlar bu ota-onalardan, ya'ni farzandimni qaysi davlatda o'qitay, borganda qanaqa imkoniyatlar bo'ladi, qanchalik xavfsiz, aeroportdan chiqib qayergacha boradi o'zi. Umuman bu bo'yicha sizlar hamrohlik qilasizlarmi degan qo'rquvlar bor. Mana shu savollarga javob olish uchun biz bugun sizlarga maxsus mehmon taklif qildik. Bular sentyabr oyida, ya'ni 2025-yil kuzgi mavsumga farzandlarini, aniqrog'i nevaralarini o'zlari Malayziya davlatiga borib, u yoqdagi shart-sharoitlarni ko'rgan holda umuman holat bilan tanishib, farzandlarini o'qishga joylashtirib keldilar. Esingizda bo'lsa, aeroportdan bu qizimizni o'zimiz jo'natib qo'ygandik va bular bilan intervyu qilishni sizlarga va'da qilgan edik. Mana o'sha kun yetib keldi. Bugun aynan sizlarni savolingizga mehmonimizdan javob olamiz. Assalomu alaykum xojona. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Safarga yaxshi borib keldinglarmi? Rahmat. Madina Bonu qizimizni o'qishlari qalay? O'zi umuman bu davlatga borganidan xursandmi? Sizlar mana o'zingiz o'z ko'zingiz bilan ko'rib keldingiz. Ota-ona sifatida aynan buvilar ko'proq chet elga o'qishiga, nevaralarini jo'natishga, farzandingni jo'natma deb turib farzandlariga tavsiya qilishadi. Ya'ni ruxsat berishmaydi. Mana siz o'zingiz ko'rib keldingiz. Bizani kuzatayotgan ota-onalarga tavsiyalaringizni, o'zi umuman bu bo'yicha tajribangizdan kelib chiqqan maslahatlaringizni bersangiz xursand bo'lardim. Avvalambor assalomu alaykum. Men sentyabr oyida o'zimni katta nabiram Madina Bonuni Malayziyaga UCSI universitetiga o'qishga olib bordim. Men bundan juda ham xursandman. Mana shu Boran Consulting orqali biz ancha ishladik. Grantlar yutib oldi nabiram. Mana hozir o'sha universitetda 50% grant asosida o'qiyapti. Biz undan juda ham xursandmiz. Mana o'qishga ketganiga 5-6 oy bo'lgan bo'lsa, o'qishlari juda ham yaxshi. Bundan biz juda ham xursandmiz. Yerda boshqa davlat studentlari bilan birga o'qib, saviyasi bundan ham ortdi. Tarjimonlikka o'qidi mana nabiram. Xitoy tilini o'rganyapti, qo'shimcha tillar o'rganyapti, o'z ustida juda ham qattiq ishlayapti. Mustaqil hayotga qadam qo'ydi. Men boshida qiz bola bo'lsa deb qizimga, kuyovimga qanaqa qilib jo'natamiz degan fikrlar juda ko'p qarindosh urug'lardan eshitdim. Lekin men o'zim pedagog sohasida 30 yildan oshiq ishlaganim uchun nabiralarimni boshi bu hammalarini o'qimishli bo'lishlarini juda xohlayman. Ayniqsa chet davlatlarda o'qishlarini xohlayman. Mana xudo xolasa birinchi navaram chetda davlatda o'qishga ketdi. Buni orqasidan qolgan nabiralarim ham o'qib, o'shanaqa shaharlarda nima deydi, saviyalarni oshirib, yurtimizga, vataniga xizmat qiladigan o'g'il qizlar bo'lib yetishsin deb men orzu qilaman. Zo'r, umringiz uzoq bo'lsin. Endi biz avval boshiga bir qaytsaydi, siz konsalting agentstvalarga borib yuruvdinglar. Adashmasam, esingizda bormi nechta konsalting kirdinglar? Biz juda ko'p konsaltinglarga kirdik. Ark deganiga kirdik. Yana esimda hozir eslolmayman. Juda ko'p joyga bordik. Kuyovim bir 5-10 tasiga bordilar. Keyin biz qizim bilan kuyovim kelishdi birinchi. Keyin qizim, ona siz baribir shu sohada ishlagansiz, siz boring deyishdi. Men keldim. Dilshodjon bilan gaplashdim. Bular menga juda nimalari yoqdi, maslahatlar berishdi. Universitetlarga birinchi men sal reytingi pastroq universitetni tanlagan edik Malayziyada. Keyin baxtimizga universitet to'lib qoldi. Keyin
Dildora qizim Dilshodjon bizga juda saviyasi yuqori bo'lgan. O'sha top 100 talikka kiradigan, Top 200 top 269 o'rinda turadigan shu universitetni taklif qilishdi. Biz keyin birga ishladik. Orada ko'p qiyinchiliklar bo'ldi. Bularga juda katta rahmat. Biz bilan birgalikda turib mehnat qilishdi. Eng xursand bo'lgan joyim nabiram 40% dan yuqori grant yutib olgani. O'sha universitetdagi katta professorlarni kutdik. O'sha professorlar kelib, o'sha onlayn video orqali savol javob qilishdi. Nabiram juda ham yaxshi o'tdi, xursand bo'ldi. Hali grant chiqmasdan turib, "Oyjon, men oldim" degan nimani berganda, men ham ich-ichimdan juda xursand bo'ldim. Mana bizga juda katta yordam bo'ldi ota-onasiga. Ancha kontrakt narxlari ancha arzonlashdi. Mana shu O'zbekistondagi kontraktlar darajasida bo'lib qoldi. Xudo xolasa nabiram yaxshi o'qiyapti. Bundan keyin ham omad tilayman nabiramga. Shu grantni bitirguncha xudo xolasa ushlab qoladi. O'z ustida ishlayapti, tinmay darslar qilyapti. Men har kuni telefon orqali xabar olib turaman. Gaplashib turaman, yutuqlarini men bilan bo'lishib turadi. Juda xursand bo'laman. Bu biz uchun, bu ular uchun juda katta sharaf. Zo'r. Birinchi kelgan yili o'sha esimda bor. Adashmasam 5 kishi, 4 kishi kelgan yili. Madinabonim o'zlari ham bor edi. Madinabonni 6,5 ingliz tilidan 6,5 daraja arslari bor va maktab baholari ham yaxshi edi. Yaxshi. Va bularni o'sha men savol berganlarim esizdami? Men kelgan talabalarimizni screening qilamiz yaxshilab, umuman nima xohlaydi, nima uchun chet elda o'qimoqchi va ularni salohiyatidan kelib chiqqan holatda ertaga borib o'sha universitetda o'qib keta oladimi va bu universitetni tugatgandan keyin nima imkoniyatlari bor. O'shalarga talabani xoshidan kelib chiqib tavsiya beramiz. Menimcha Madinabonim o'zi bilan ham men borganlar gaplashgan edim. Aynan ko'nglidagidek, ya'ni orzusidagidek universitetda o'qiyotganligini ta'kidladi. To'g'ri, siz o'sha yerda savol javob qilib nabiram bilan juda ham dunyoqarashlari yaxshi. Bemalol olib ketadilar, o'sha universitetga topshirishimizni taklif qildingiz. Keyin Madinabonim ham o'sha universitetning nimalariga, saytlariga kirib o'rganib, o'zi qiziqib, keyin o'sha universitetda albatta o'qiyman oyijon deb. Mana Allohga shukr. Intervyularga birga tayyorgarlik ko'rdik Madinabonim bilan, chunki universitetdan o'zlari topshirib yoki birinchi topshirishda beradigan grantidan, scholarshipidan yana ham kattaroq scholarshipni yutish mumkin. Mana bular 40% dan yuqori scholarship oldilar. Bu ancha kontrakt summasini arzonlashtiradi. Albatta. Endi keyingi jarayon qanaqa bo'ldi? Ketish, nimaga siz o'zingiz bordingiz? O'sha haqida ham aytib bering-da. Endi men o'zim borganim bosh nabiram. Men ko'p chet el sayohatlarga chiqib turaman. O'sha paytda boshqa shahar mo'ljallab turdik. Keyin nabiram Malayziyaga o'qishga kirgandan keyin men Malayziyaga bormaganman. Birinchi bo'lib nabiramni olib ketaman. Qizim ham men bilan birga hamroh bo'lib borasiz, ko'proq chetga chiqqansiz deb. Birga biz juda ko'p kishi bo'lib bordik. Opam bordilar. Yana ikkinchi navaram bordi, o'rganib o'qib ko'rib kelaman deb. Uni ham hozir qiziqishlari yuqori chet elda o'qishga. Borib. O'sha navarangiz biz bilan topshirdilarmi hozir? Yo'q, u ikkinchi qizi u endi 10-sinfda o'qiydi. Hozir Madinabonim ukasi topshirdi. Xudo xolasa. Ukalari ham Malayziyaga o'qishga yo'l ketyapti. Yo'l ketadi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi Malayziyani qanday ta'riflayman? Hamma borib ko'rsa o'z ko'zi bilan boshqacha, lekin juda ham nima desam bo'ladi, chiroyli shahar. Hamma yoq ko'm-ko'k, ozoda. Xuddi bir maketga o'xshatib tasavvur qildim-da men. Til ojiz. Yomg'irlar yog'ib turadi. Havo birpasda toza, issiq bo'lgan bilan nima deydi? Unaqa issiqni his qilmaysiz-da. Juda havosi toza. Ayniqsa meni Madinabonini o'qish universitetining atrofi juda ham chiroyli ekan. O'sha daraxtlar, bir tarafida o'sha daraxtzor o'rmon, bir tarafida tog'lar. Juda chiroyli manzara. O'zim borib, o'zim ham o'qiglarim kelib ketdi o'sha yerlarda.
Judayam chiroyli. Hozir nabiram ham juda xursand. Malayziyani juda ko'p joylariga bordik. Hammasiga ulgura olmadik albatta. Endi xudo xolasa ikkinchi nabiramni olib borsak, yana davom etamiz shaharni ko'rishga. O'zbekiston fuqarolariga Malayziyaga borishlari birov uchun viza hech qanaqa cheklovlari, viza talablari yo'q. O'shaning uchun bemalol farzandingiz bilan birgalikda Malayziyaga borib, ularni yotoq joy sharoitlari bilan, ularning universitetlari bilan tanishgan holda birga hamrohlik qilib borib kelsangiz bo'ladi. Yotoq joylariga gap bo'lishi mumkin emas. Biz 2-3 ta yotoq joylarni ko'rdik. Erta nima desam bo'ladi, baland imoratlar. Men ko'rib lol qoldim va shu yotoqxonami deb bordim. Xuddi o'zimizni Toshkent City'dagi imoratlarga o'xshab, bir adashmasam hozir men navaram turadigan yotoqxonada bir 60 etajmi shunaqa bo'lsa kerak, 50-60 yo'q, unaqa qimmat emas, bu 39-etajda turadi. Unaqa qimmat emas. Yotoqxona narxi qancha? Yotoqxona narxi bir oyga $175. Faqat konditsionerini yoqqaniga qarab pul tashab qo'yadi. Svet, boshqa narsalarga to'lamaydi. Har hafta kelib o'sha xonalarni tozalab ketar ekan. Hamma sharoit bor. Xolodilnik deysizmi? Mikrovolnovka deysizmi? Suv filtr deysizmi? Avtomat kir mashina deysizmi? Borgan talaba o'qib dars qilsa bo'ldi. O'qib dars qilsa bo'ldi. Men hozir ham aytaman, sen faqat o'qi. Boshqa nima kerak emas. Shanba oddiq dam olganda o'sha ishlarini qiladi, faqat dars qiladi. Dars. Chunki chet elga borgandan keyin albatta o'qish kerak. Albatta. Yana bitta orqaga qaytib savol beray. Mana viza kutayotgan paytinglar bo'ldi. O'sha jarayon qanaqa bo'ldi? Viza chiqmasa-chi, viza chiqmaydimi degan xavotirlar bo'ldi. Men juda xavotirlandim. Dildoraga juda ko'p telefon qilib yozar edim. U nabiramdan ham, qizimdan ham burun men xavotirlandim. Voy, hamma bildi. O'qishga ketayotgani, viza qanaqa bo'ladi? Siz bilan o'qishga kirdi, qo'ylarni so'yormadi. Qo'ydi. Dildora, xavotirlanmang, chiqadi. Mana 37 bo'ldi. Yana nechi bo'lsa, keyin birdaniga 100 ga chiqib ketadi dedilar. Keyin baribir qanaqadir hayajon bo'lib turdi. Biz Dildoraxon bosib albatta kiradilar. Keyin intervyu bo'lib, grant yutdi deb xabar borgandan keyin men juda ham bunga amin bo'ldim. Vizalari chiqqan kuni yetib keldik. Borib o'sha nimadan, Malayziyani elchixonasidan bizni kirgizmadi albatta. Navaram o'zi kirib, vizalarini olib chiqdi xursand bo'lib. Viza olganimizdan keyin albatta bilet oldik ketishga. Keyin borib mana nabiralarning orqasidan o'sha yerlarni ko'rib keldik. Hojona, mana o'zingiz aytib o'tdingiz, juda ko'p konsalting agentliklarga bordinglar va nima uchun aynan Buran Consultingda to'xtadingiz? Birinchidan Buran Consultingga kelganimda menga qanaqadir sizlarni suhbatinglar yoqdi. Keyin men Instagramlarga kirib, YouTube'larga kirib ko'rganimda ham ko'p o'quvchilarni jo'natganinglar chet davlatlarga o'qishga. Ishonchliligi, albatta shunga qaraysiz-da. Hozir ko'p nima o'sha ishonchliligi, sizni o'sha universitet haqidagi fikrlaringiz, keyin o'sha nima deydi, minus plus taraflarini aytdingiz. Albatta bu o'sha nabirangizga bog'liq dedingiz, o'qish yoqda ketishi, keyin betdagi o'sha viza chiqishi, boshqa ish jarayonlaridagi suhbatlar, nimalar yoqqanligi uchun albatta keyin sizlarni tanladik. Rahmat. Ko'zimizga issiq ko'rindingiz. Rahmat sizga. Keyin bu Buran Consultingga kelganimizda bu USSI universitetini bizga boshqa borgan konsaltinglarimiz deyarli yetishmadi. Ko'p joyga borganimizda blok shoot qo'yasizlar deyishdi. Keyin endi uni imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Keyin boshqa nimasi pastroq universitetlarni aytishdi, reytingi baribir ham chet elga borgandan keyin sal reytingi yuqoriroq universitetda o'qishini xohlaysiz. Keyin bu Dilshodjon aytganlari o'sha USSI universitetini boshqa hech qat bizga tavsiya qilmadi. Bular tushuntirib, top o'sha 300 talikka kirganligi, u yerdagi o'sha fakultetlar, o'qish jarayonlari, domlalarni o'sha butun dunyoda 1% darajada turishlari bizga juda yoqdi.
Biz darrov keyin bu universitetga yoqib shu universitetni tanladik. Albatta minus taraflari ham bor. Bu minus tarafi nima? Endi o'quvchi o'sha yerga borgandan keyin ko'nikib ketish kerak. Bular aytishdi, masalan, ba'zi bir o'quvchilar o'qiy olmay qaytib kelishi ham mumkin. Bu o'quvchini o'zini saviyasiga, o'zini nimasiga ham bog'liq. Bolalar ota-onasini sog'ingandan ham qaytib kelaveradi. Qaytib kel. O'shaning uchun o'sha nabiram yoshligidan chet elda o'qishni orzu qilgan. O'shaning uchun bu hozir mana bir o'zi o'sha nimada turib, yotoqxonada, общежитиясida. Ma'lumot uchun shu joyda aytib ketaman. Madina Bonu o'qiyotgan universitet dunyoning eng yaxshi universitetlar reytingida 1%likda turadi va QS ranking bo'yicha 269-o'rinda turadi. Bu universitetni tamomlagan bitiruvchilarning ish bilan ta'minlanganlik darajasi ham 99%, deyarli 100%. O'sha jihatlarni ham tushuntirganimizda bular keyin farzandlarining kelajagini ham o'ylab, keyin mana xo'p universitetni tugatdi 4 yildan keyin nima bo'ladi deb savol berganlarida mana shu jihatlarni universitetni mana shu yaxshi tomonlarini ochib berganimizdan keyin bular biz bilan ishlash qaroriga keldilar. Albatta kelajakda bitirgandan keyin o'ylash kerak. Nevaram anchagina yaxshi fakultetni tanlagan, xalqaro biznes yo'nalishini. Yana davomi ham bor, xalqaro biznes va menejment International Sustainable Business yo'nalishini o'qiydi. Juda xursand hozir o'qishlaridan, biz ham xursandmiz. Zo'r. Eshitishim bo'yicha, yo'qda allaqachon offline bo'lmasa ham, lekin onlayn o'sha ish jarayonlarini boshlash. Albatta, o'sha yerga borib, ozgina bo'sh vaqtidan ham unumli foydalanish uchun tarjimonlikka 1 oy o'qidi. Tarjimonlik bo'yicha hozir sertifikat oldi. O'zi mustaqil Xitoy tilini o'rganyapti. O'zini gruppasida ham Xitoy studentlar ko'p ekan. O'shalar bilan muloqot orqali ham o'rganyapti. Xitoy tilini o'rganyapti. Yana boshqa tillarni ham o'rganishga hali qiziqyapti. Chet elda o'qiyotganda komfort zonadan chiqib, albatta izlanishni boshlaydi. Izlanishi juda yaxshi. Bundan keyin ham yaxshi bo'lsin, ilohim. Yaxshi o'qib, bizni yuzimizni yorug' qilib, yana boshqa davlatlarda magistraturada o'qish ham nasib. Shu joyda siz qiz farzandingizni, ya'ni navarangizni chet elga qo'rqmasdan jo'nata oldingiz. Juda ko'p ota-onalar o'g'il farzandlarini ham chet elga chiqarishdan qo'rqishadi. Shu holatda umuman chet elga farzandlarni o'qishga jo'natish kerakmi? Mana shunaqa joyda qiynalib, sog'inib, bir mana qilib, muammolarga duchor bo'lib yurmaydimi chetda? Yo'q, albatta jo'natish kerak. Chetga chiqsa, qanaqadir dunyo qarashi ham o'z boshqacha bo'ladi. Mana hozir o'zi uyda erkagina edi, repetitorlarga borardi, boshqa qilardi. Hozir mana 1 oyga keldi, yangi yilda. O'zi boshqa odam, dunyo qarashi boshqacha. Ishlarga yordam berib, dunyo qarashi ham boshqacha. Nima desam bo'ladi? Albatta jo'nay, qiz bolalarni o'qitmaslik kerak, turmushga berib yuborish kerak degan narsa bu xato, menimcha. Albatta o'qitish kerak. Qiz bolalarni birinchi navbatda o'qitish kerak. Qiz bola nima deydi? O'sha farzand tarbiyalaydi, kelajakda oila nimasi bo'ladi, bekasi bo'ladi. Albatta jamiyatda o'qisin. U turmushga chiqish ham qochib ketmaydi. Albatta karyeralar qilib. Mana ular hozir o'qib kelganlaridan keyin ular bilan suhbat qilish ham juda qiziq bo'lsa kerak. Juda qiziq. Suhbatlar juda qiziq. O'zimni bizdan ham bir kichkina nabiralarim qiziqdi, opasi bilan suhbatlashgani. O'sha chetdagi o'qish jarayonlari. Albatta nabiram qiyinchilikni hozirdan nimalarga olishinglar kerak. Bosh nabiram. Bularni ukalari ham ko'rib, demak hozir o'qishga qiziqyapti mana. O'zi kelganda ham sen bunaqa qilib yurmagin, telefonni o'ynamagin, faqat dars qilgin, o'qigin deb juda qattiq tayyorlab ketdi. Xudo xolasa bu yil 11 bitiradi. Mana sizlarga topshirib qo'ydik, uni ham Malayziyaga o'qishga. Xudo xolasa u ham IELTS oladigan nimada turibdi pallada. IELTSlarini olsa, xudo xolasa uni ham avgustda kuzatamiz. Hojona qarang. O'zbekistonda shuncha zo'r universitetlar bor. Nega O'zbekistonda o'qitmasdan
shuncha bosh og'riq tashvish qilib siz chet elda o'qitishga jo'natdingiz farzandingizni? Endi to'g'ri. Chunki mani nabiram Madina Bonu 10 yil, 11 yil maktabda o'qigan bo'lsa, 10 yil ingliz tilida o'qidi. 10 yil ingliz tilida o'qigandan keyin adalari aytdilar, ya'ni kuyovim, endi bu 10 yil o'qidi ingliz tilida. Hozir bemalol suhbatlashadi. Muloqot darajasi ham, saviyasi ham ancha yaxshi. Endi bundan keyin yana yuqori bo'lishi uchun, yana mustaqil bo'lib, dunyoqarashi keng bo'lishi uchun chet elda o'qitaman deb oldindan shunga harakat qilganlar. Nabiram ham yoshligidan men faqat chet elda o'qiyman degan. O'shaning uchun bu yerda universitetga topshirdim ham topshirtira olmadik. Faqat chet el o'sha universitetlariga topshirdi. Endi bundan biz xursandmiz. Masalan, men o'zim Malayziyaga birga bordim. Men til bilmayman. Endi o'rganyapman, to'g'risi. Til bilmayman. Taksi chaqirishda ham, universitetda yurganimizda ham, mollaga borganimizda ham faqat ingliz tilida suhbat qilib yurdim. Men orqasida turib juda ham faxrlanib, xursand bo'lib ketdim. Chet elda bemalol biz eplab bizni olib yuribdi. Taksilarda ham taksilar chaqiradi ingliz tilida, mollaga olib boradi. Universitetda o'zi dokumentini yoqdan bu yoqqa yugurib, inglizcha gaplashib, o'sha yerdagi domlalar bilan yurganini ko'rib men juda ham qanaqadir xursand bo'lib ketdim. Endi hozir mana uyda o'zimni o'g'limni ham 4 ta farzandi bor, nabiralarim. Kattasi 3-sinfda o'qiydi. Endi qizniki boshqa, o'g'ildik 3-sinfda o'qiydi. U nabiram ham 1-sinfdan ingliz tiliga boradi. Hozir bemalol gaplasha oladi. Opasi kanikulda kelganda gaplashdi. Qiz navaram 2da o'qiydi, u ham gaplashadi. Men chet davlatda turib juda ham qanaqadir nima desam, tillarda bemalol o'sha yerdagilar bilan gaplashganini ko'rib xursand bo'lib ketdim. Endi hozir mana 6 oy bo'lgan bo'lsa, saviyasi, dunyoqarashi yana ham yuqori bo'lgan. Endi 4 yil davomida menimcha yana katta yutuqlarga erishadi degan niyatdaman, orzu istaklarimiz bor. O'sha chet davlatda o'qib, albatta O'zbekiston uchun ham o'zini bilimi bilan qissasini qo'shadi degan umiddaman, Xudo xolasa. Bizani missiyalarimiz biri ham shu chet eldagi kuchli universitetlardan zo'r ilmlar olib kelib, O'zbekistonni rivojlanishiga yoshlar hissa qo'shsin degan maqsadda o'zi shu ishga biz bel bog'laganmiz. Biz hozir chet elda o'qitish haqida maza qilib gaplashyapmiz-da, lekin chet elda o'qitishni ko'pchilik qimmat deb o'ylaydi. O'zi rostdan ham qimmatmi chet elda o'qitish? Endi nima desam bo'ladi? Masalan, mani bu navaramni ota-onasi ham oddiy hunarmand oila. Hunarmand kuyovim. Oldindan niyat qilishgan o'qitishdi. Keyin to'g'ri aytasiz, bu qimmat deb o'ylashadi, lekin mana hozir nabiram grant yutgani uchun kontrakti xuddi O'zbekistonni mana oliygohlari bor, o'shalardan ham deyarli arzon bo'ldi bu yil. Birinchi mana nima to'laganda grant yutdi, xudo xolasa 4 yil shuni ushlab tursa, mana bizdagi ba'zi o'sha yuqori darajada turadigan universitetlardan ham ancha arzon. Demak, chet elda o'qitish qimmat deb o'ylaydigan ota-onalarni fikri ozgina noto'g'ri. Fikri noto'g'ri. Albatta harakat qilsa bo'ladi. O'sha betga ketadigan xarajatlar itga ham ketadi baribir. Deyarli bir xil. Malayziya davlatidagi universitetlar kontrakt narx-navo jihatidan O'zbekistondagi o'sha eng yaxshi ko'zga ko'ringan universitetlarning kontraktlari bilan deyarli bir xil chiqadi. Konsultatsiyaga kelgan ota-onalar bilan rosa gaplashamiz. Malayziyani hamma imkoniyatlarini, umuman chet eldagi universitetlarning imkoniyatlarini, shart-sharoitlarini, xavfsizlik darajalarini hammasini tushuntirib beramizda. Bo'ldi, emotsiyaga to'lib nasib bo'lsa shu universitetga farzandimni o'qishga jo'nataman deyshadi, shunda ketishadi. Chiqib turib yo qo'shnisiga telefon qiladi yoki amakisiga telefon qiladi. Farzandimni o'sha yerga jo'natmoqchi edim. Nima maslahat berasiz desa, voy, nima bo'lgan sanga? Jinni bo'lganmisan deb yuboradi. Lekin hali o'zi yo farzandini o'qitib ko'rmagan, hatto o'zi bir chet elga chiqib ko'rmagan insonlardan maslahat olishadi. Keyin ularning fikri bilan ha, demak,
man noto'g'ri qilayotgan ekanman, farzandimni chet elga chiqarishim xato ekan degan qarorga kelib, umuman chet elga o'qitishga ruxsat bermay qo'yishadi. Sizlar bizdan ketgandan keyin mana konsultatsiya olib ketganinglardan keyin yoki umuman jarayonlarda mana aytdingiz-ku, shu mahalladagilar bilishdi degan joylarda umuman qanaqa bo'ldi tashqi sizlarga ta'sirlar, shunaqa maslahat bo'ylab chiqqan bo'lsa kerak. Albatta. Juda ko'plar gapirishdi. Madina Bonu 2 o'g'il ichida bitta qiz, bosh farzand. Voy, bu qanaqa qilib jo'natyapti adasi? Bitta qizni o'qishga, chetda ham o'qishlar boru degan juda ham ko'p fikrlar bo'ldi. Biz endi nima deydi, farzand, nabira tarbiyasida o'zingizni fikringizga, o'zingiz nimangizga yondoshib xulosa qilasiz. Biz o'sha chet elda o'qitamiz dedikmi, nabiramiz o'sha yerda o'qiyman dedimi, o'sha orqasidan qattiq kurashdik. Bu albatta o'qiydi dedik. Mana boya savol beruvdingiz, nega aynan o'zingiz bordingiz? Men o'zim borganim o'sha shaharda Malayziyani tinch shaharni qanaqa ko'rgani uchun ham bordim. Men juda xursand bo'lib keldim. Yerda hech kim bilan ishi yo'q. Juda ham tinch odamlar. Tashi mana men hozir sal balandroq shunaqa gapirishadi mo'llada. Dovushi eshitilmaydi bir-biriga. Shunaqa bir-biriga hurmat, izzat juda yuqori darajada ekan. Keyin men ko'nglim to'q bo'lib keldim. Bu yerda nevaram yaxshi o'qiydi. Maslahat beradiganlarning fikriga qarasangiz, unda bo'lmaydi. Hozirda bizda bir holat juda ko'p takrorlanadi. Ota-onalar farzandlari bilan konsultatsiyaga kelishadi va hamma universitetlarni, davlatlarni biz chiroyli tushuntirib beramiz. Keyin u emotsiya bo'ldi, mana shu universitetga albatta farzandim o'qitaman deyshadi. Shunda chiqishadi. Yoki uyga borishadi, kimgadir telefon qiladi yoki kim bilandir maslahatlashadi. Amakisiga telefon qiladi, qo'shnisidan maslahat so'raydi. Tabiiyki ular hatto o'zlari ham balki chiqib ko'rmagan bo'ladi. Voy jinnimiz, sen qanaqa qilib qizingni yoki hali 18 ga endi to'lgan farzandingni chet elga o'qishga jo'natmoqchisan deb turib, ular e'tiroz bildirishadi. Voy, men haqiqatan noto'g'ri ish qilayotgan ekanman deydi-da. Mana shu yerda o'qivergan deb turib, bolani kelajakdagi o'sish mumkin bo'lgan joydan to'xtatib qo'yishadi. Siz ham bizlar bilan konsultatsiyaga kelganda yoki umuman jarayonlar boshlaganda sizlarga ham shunaqa aqlinglar chiqib aql o'rgatishdimi? Albatta juda ham ko'p bo'ldi, gapirmang. Qarindosh urug'lar, даже mahallada o'sha tanishlar, bilishlar, bittagina qizini chet elga qanaqa qilib ishonib jo'natyapsizlar? Qanaqa qilib ishonib shu 8 soat samolyot uchadi boradigan uzoq joyga jo'natyapsizlar, chetda ham o'qishlar bor deganlar juda ko'p bo'ldi. Biz o'zimizni fikrimizda turdik, albatta nabiram orzu qilgan o'sha yerlarda o'qishni, albatta o'qiydi dedik. Yoshlarning orzusini yo'qqa chiqarish kerak emas. Men o'zim shunaqa deb o'ylayman. Men o'zim ko'p chet davlatga borganimda o'sha yerda o'qiyotgan student o'zbeklarni ko'rib juda ham havas qilardim. Albatta nabiralarimni chet davlatda o'qitaman. Keyin o'zim akam o'g'li Angliyada o'qib, Angliyada yashaydi hozir. 25 yildan beri Angliyada o'qib, o'sha yerda yashaydi. Birinchi navbatda u bilan maslahatlashdim. Amma juda zo'r dedi. O'zi ingliz tilini mukammal bilsa albatta o'qitinglar dedi. Men unga birinchidan havas qilaman, u jiyanimga. Tez-tez kelib turadi. Mana Malayziyaga bordingiz. Mana shu sizga maslahat bergan insonlarning fikriga nima deb bo'ldi? To'g'ri qarorga kelibman dedingizmi yo haqiqatan noto'g'ri? Yo'q, albatta to'g'ri qarorga kelibman dedim. U yerda Malayziyadagi tartib, intizomlarni ko'rib, yerda tinch, osoyishtaligini ko'rib, qam musulmon davlat yerda xuddi o'zimizga o'xshab, mana 14 kun yurgan bo'lsam, juda ham ko'p nimasi bilan o'rganib chiqdim. Nabiram bemalol o'qiydi degan xulosaga keldim. Demak, tashqi tomondan fikr, noto'g'ri fikrlar. Yo'q, qabul qilmaslik kerak. Hamma o'zini ichki intuitsiyasiga, o'zini nimasiga qarab, o'sha farzandlarini qiziqishiga qarab borishi kerak. Uni sindirish kerak emas. Albatta, o'sha qani o'zim yosh bo'lib qolganimda ketardim, chet davlatlarda o'qirdim. Ho'janat, mana sizdan shuncha savollarimizni javob oldik. Endi mana bizlarni ko'rib turgan ota-onalardan yoki balki yoshlar aynan chet elda o'qimoqchi bo'lgan 17-18 yoshlik
farzandlaringiz kuzatishayotgan bo'lishlari mumkin. Bularga siz aynan o'sha universitetni ko'rgan, o'sha aynan farzandingiz o'qiyotgan joylarni o'zi ko'rgan inson sifatida, ya'ni o'zingiz boshingizdan o'tkazdingiz buni. Shunaqa inson sifatida qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Man hozirgi ota-onalarga, yoshlarga maslahatim o'qinglar. Til o'rganinglar. Albatta chet davlatlarga borib o'qishsin. Chet davlatga borib o'qiyman degan farzandlarini, nabiralarini yo'lini to'sishmasin. Ularga ko'makdosh bo'lishsin, yordam berishsin. Mana Buran konsaltingga kelishsin. Bulardan fikr olishsin. Albatta o'qitishsin. Men shuni tarafdoriman 100%. Hozir yoshlarimiz bilimga chanqoq. Ular o'qib, o'rganib, nima deydi? Hozir sharoitlar juda katta, o'qish uchun imkoniyatlar juda katta. Mana davlatimiz tomonidan ham juda katta imkoniyatlar berilgan. O'qib, izlanib, albatta chet davlatlarda o'qiydigan farzand nabiralariga to'g'ri yo'lni, to'g'ri maslahatni berishsin. Men yana shu yerda bir narsani aytaman, mana Farg'onada, yana Sirdaryo tarafdan qayerdadir necha foiz grant yutib, Amerikaning eng yuqori universitetlariga kirgan qizlarni ko'rib, bolalarni ko'rib, o'zimni nabiralarimdek his qilib, juda ham xursand bo'lib ketdim. Ilohim bizni nabiralarimizga ham, bizni farzandlarimizga ham, hammani farzandlariga, nabiralariga o'shalarning yo'lini bersin. Ilohim hech qachon to'siq bo'lishmasin, albatta o'qisin. Buvijonlar, dunyoqarash keng buvijonlar, qo'rqmas buvijonlar ko'paysin. Ilohim. Siz esa keyingi chiqishlarimizda qaysi davlatni yoritib berishimizni xohlagan bo'lardingiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Sizga esa Hojona ajratgan vaqtingizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, sizlar ham. Juda manfaatli suhbat bo'ldi. Sog' bo'linglar, ishinglarga rivoj, omad. Dildora qizimga ham katta rahmat. Sizga ham sog' bo'linglar, jamoalarga hamisha omad.